odam ato yaralgandan qiyomat kunigacha yashab o'tgan insonlar haqida aytyapman. Mana oddiy o'sha qancha odam o'tganligini Nuh payg'ambarimiz davridagi o'sha o'qiganlarimizdan bir esga olsak, osmondan shunday igna tashlasa odamni ustiga tashlar ekanda, quyosh chiqar tomondan quyosh botar tomongacha yo'l uylarni ustidan bo'lgan ekanda. Datavo odam ko'p bo'lgan. Endi o'ylang, odamlar 900 ming yil yashagan. Hatto bitta kampircha yig'lab o'tirganini ko'rib Nuh payg'ambar so'ragan ekanlar. Nimaga yig'laysiz desa, farzandim vafot etdi deydi. Nechaga kirdi desa, farzandim 250 ga kiruvdi deydi ekanda. O'shanda ham yig'layapti-da. Keyin payg'ambarimiz aytgan ekanlar, oxir zamon payg'ambarining ummati o'rtacha 60-70 yil yashaydi degan ekanlar-da. Ana shunda bo'yi kampir aytgan ekan. Agar men 60-70 yil yashashimni bilganimda, chodirim deydi. Ular o'zi bunaqa bir kapaga o'xshagan chodirimni qozig'ini ham boshqa joyga siljitmasdan 60 yil ibodat qilardim degan ekanlar. Bu gapni jonni rahmat. Tushunasizmi? Shuning Ular uchun umuman uy qurishmasa kerak degan. ular uy quradimi deb so'ragan kampir. Ular uy quradimi desa, ular bir-biridan o'taman deb qavat binolar quradi deganda, qasrlar quradi degan. Shunda u kampir aytgan ekanda, mana Allohga qasam, agar men 60-70 yil yashashimni bilganimda, chodirimni bitta qozig'ini ham almashtirmasdim degan ekanlar. Butun umr ibodat o'taman degan.